Aziz do'stlar, Davo Health'ning birinchi podkastiga xush kelibsizlar. Bunday podkastlarni tashkillashtirish maqsadimiz ichilaringdagi gumonni yo'qotish, o'zlaringga bo'lgan ishonchni oshirish va xizmatimizda haqqoniyligini ko'rsatish. Bugungi birinchi sonimizga Kamoliddin aka bilan Shamsiddin akani taklif qilganmiz. Ular bizning xizmatimizdan bir necha yildan oldin foydalanib, sog'lom hayotga qaytganlar. Barcha boshdan o'tkazganlarini o'zlaridan haqqoniy eshitasizlar. Videoni oxirigacha ko'ring. Agar savollaringiz bo'lsa, bizga yozing. Bizga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqib qolmasin. Biz esa boshladik. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabinlar. Davo Health'ning birinchi podkastida sizlarni ko'rganimizdan xursandmiz. Bugungi qisqagina podkastimizga Hindistonga borib davosini topib kelgan kasallar taklif qilganmiz va shaxsan Hindistondan tashrif buyurgan onkolog va umumiy terapevt Dr. Javed Khan ham bizga tashrif buyurdilar. Shular qisqacha suhbatlarni olib boramiz. Assalomu alaykum. Welcome Dr. Javed Khan to our podcast. Shamsiddin aka miya kasalligi bo'yicha operatsiya o'tkazganlar. Kamoliddin aka buyrak operatsiyalar o'tkazganlar. Dr. Javed Khan onkolog, umumiy terapevt. Welcome again. Good evening. Assalomu alaykum O'zbekiston. Sizni ko'rib turganimdan xursandman. Xush kelibsiz. Shamsiddin aka, o'zingiz hikoyangiz haqida aytib bersangiz, qisqacha ma'lumot shu kasallikdan oldin va qanday bildingiz shu kasallik haqida? Men shu Toshkent viloyati Parkent tumanidanman, Nomdaniy qishlog'idan. Bu kasallik bo'yicha 15 yil davo izlab yurdim. Oxiri mana Javedxon, doktor Javedxonga akam orqali uchrashdim. Akangiz tavsiya berdilar. Oldin o'zlari ham borganmi shu anaqaga? Oldin o'zlari borgan. O'zlarimi yo kimdir olib borganmi? Kimni olib bordi? Shu bilan mana Xudoga shukr bosh miyada o'simta deb nima qilishdi. Meningensefalit ishlash vaqti orttirildi. Ish jarayonida. Hozir mana yaxshi. Doktorlarimga rahmat, mana shu Hindistonlik. O'zingizda bir Hindistonga borishdan oldingi holatingizni aytib bersangiz. Shu operatsiyadan keyin qanday bu? Hozir Xudoga shukr yaxshisiz. Operatsiyadan oldin umuman nima yo'q edi. Halovat yo'q edi. Shu yoq Hindistonga bordim. Operatsiya bo'ldi. Yangi tug'ilgandek bo'lib yaxshi. Hammasi ortda qoldi. Xudoga shu tomoshabinlarimizga aytsangiz, hozir necha yil bo'ldi operatsiya boshida? Hozir mana 4 yil bo'ldi. Hammasi yaxshi. Xudoga shukr. Tabriklayman, yaxshi, Alloh shifosini beribdi. Shamsuddin was a patient. Shamsuddin bemor edi. U 10-15 yil davomida bemor bo'lib yurgan. O'zbekistonda barcha tekshiruvlar, barcha tashxislardan so'ng ham hech kim unga to'g'ri tashxis qo'ya olmadi. U juda ko'p dori ichgan, ammo dorilar foyda bermagan. Nihoyat u Hindistonga keldi va biz to'g'ri tashxis qo'yib, muvaffaqiyatli operatsiya qildik. Hozir u butunlay sog'lom odam, ishlaydi, farzandlari bor, hammasi joyida. Dr. Javed Khan, aytingchi, operatsiyadan oldin bemorning ahvoli qanday edi? Yes, he was. Ha, u juda og'ir holatda edi. U yura olmasdi, to'g'ri ovqatlana olmasdi. U aravachada yurgan, u odamlar bilan gaplasha olmasdi, hatto so'zlay ham olmasdi. Men uni ko'rganimda u xuddi o'simlik holatida edi. Ammo u kishi juda kuchli inson. Biz katta operatsiya qildik va bu operatsiya 100% muvaffaqiyatli bo'ldi. Okay, it's great. Shamsuddin, boshingizni ko'rsatingchi. Mana shu joyda katta operatsiya bo'lgan. Operatsiyadan so'ng u tezda sog'aygan va oradan 5 yil o'tib ham u sog'lom hayot kechirmoqda. Hammasi joyida. Everything is good, alhamdulillah. Rahmat, Shamsiddin aka. Kamoliddin aka, o'zingiz ham bir o'zingizni tanishtirib, boshdan o'tkazgan kasallik haqida aytib bersangiz. Toshkent shahrida tug'ilganman. 6 yil oldin Hindistonga bordik. Buni tanishdik Javed bilan, doktor Javed bilan. Operatsiya bo'ldik. Allohga shukr. Yaxshi bo'ldi operatsiyalar. Undan oldin 7 yil kasal bo'lib yurganman, 7 yil. Nima qilishni ham bilmaganman. Bunisi bu deydi, bunisi bu deydi.
diagnostika buyrak deyishdi. O'tga borib turib bitta ukol qilgan deyishdi, buyraging ishlab ketadi deyishdi. Keyin o'tga bordim, 5-6 больницаga bordim. 5-6 больницаga O'tda Hindistonda. Hindistonda borsam, ular dori ichirasan, xullas buyrak qo'yasan yo umrbod dializ qilasan dedi. Xullas keyin u yoqqa bordik, bu yoqqa bordik, bo'lmadi. Keyin doktor Javedni topdik. 19-yil dekabr. 19da 20-dekabrda uchrashganmiz. Keyin 20da 9-yanvar operatsiya qilinganmiz. Keyin mana Allohga shukr, Demak 5 yil mana 5 yildan beri Allohga behisob shukr yashab yuribmiz. Men 70 kilo edim borganimda. Ozayib ketgan edim. Javed biladi. Zapsi ham bor, holidaga qo'yib yuborasizlar. Operatsiya bo'lib chiqqanim zapsi bor. Dr. Javed Khan also Doktor Javed Khan, iltimos aytingchi, Kamoliddin aka operatsiyadan oldin qanday ahvolda edi? U ham juda og'ir ahvolda edi. Har kuni dializ qilinardi. Tanasida suv yig'ilgani uchun nafas olishi qiyin edi. Yaxshiyamki u juda yaxshi donor topdi. Ukasi yosh, kuchli va Ziyodin aka. Ziyodin aka. Yes, Radnoy ukam. His young brother is very good. ukasi yosh, kuchli va mehribon inson edi. U bir buyragini akasiga berdi. Bu ikki aka-ukalarning o'zaro tushunishi, mehr oqibati natijasi edi. Donorga ham minnatdorchilik bildirmoqchiman. U ham hozir sog'lom, oilali ishlayapti. Buyrakni bergandan keyin hech qanday holsizlanish bo'lmaydi. Bir oydan so'ng donor istalgan jismoniy mashqni, istalgan faoliyatni bajara oladi. After 1 month. After 1 month. After 1 month. And he's doing it. And for Kamoliddin aka esa hozir nazoratda. O'z vaqtida dori ichadi. Inshaalloh buyragi 40 yildan ortiq xizmat qiladi. We wish him also to be like this. Sizdan bir savol bersam, xudo xolasa mana bu Hindistonga borib kelganingizdan keyin, mana bu o'zingizni tiklashingiz, o'zingizni his qilishingiz, o'zingizni holatingiz haqida bir aytib bersangiz, operatsiyadan keyingi bo'lgan holatingiz. Operatsiyadan keyin operatsiya bo'lganman. 2 soatdan keyin yurg'izib yuborganman. Ikkitasi kelgan, anaqa men paketli bo'ladi, paketlarni olib yurg'izgan, keyin bor o'zim olaman deb o'zim yurib ketganman-da. 10 qadam bu yoqqa borib kelsangiz bo'ldi, xullas uxlab turasiz, o'rningizdan yurg'izib yuboradi-da ular. Actually the kidney transplant surgery. Aslida buyrak transplantatsiyasi eng katta va murakkab jarrohlik amaliyotidir. Operatsiyadan keyin uzoq reabilitatsiya davri kerak bo'ladi. Bemor ovqatlanishini, dori ichishni qat'iy nazorat qilishi kerak. Agar shularni to'g'ri bajarsa, transplantatsiyadan so'ng ana shunday yaxshi natijaga erishiladi. U hozir mashina haydaydi, ishlaydi, har kuni faol hayot kechiradi, oddiy inson kabi. Sizda hozirda o'zida savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Videoni pauzaga bosib, kommentariyaga yozing. Kamoliddin akaga glomerulonefrit tashxisi qo'yilgan edi. Bu buyraklarning erta bosqichda zararlanish kasalligidir. Bemorning bosimi ko'tarila boshlaydi, diabet paydo bo'ladi. Asta-sekin boshqa organlarga ham ta'sir qiladi. Buyrak ishlamay qolsa, siydik chiqmaydi, tanada zaharli moddalar to'planadi. Bo'g'imlar, bo'yin shishadi, kreatinin va motivina ko'tariladi. And this will cause very nafas olish og'irlashadi. Hatto bemor yurishga qiynaladi. Har kuni hemodializsiz tanadagi suvni chiqarib bo'lmaydi. Without hemodialysis we cannot take out his body water. Shu sababli bunday bemorlarga eng yaxshi yechim buyrak transplantatsiyasidir. Bu qanchalik darajada xavfli? Agar bemorda buyrak yetishmovchiligi bo'lsa, uning hayoti xavf ostida qoladi. Buyrak ishlamay qolsa, u tanadagi ko'plab a'zolarga muammo tug'diradi. Birinchi navbatda zarar ko'radigan a'zo bu yurakdir.
Agar buyrak ishlamasa, tanadagi suv yurak tomon yig'ila boshlaydi. Yurak yaqinida devor, ya'ni parda bor, suv aynan shu joyda to'planadi. Shuning uchun bemorning yurak urishi qiyinlashadi, nafas olishda qiynaladi. Bemor to'g'ri yota olmaydi. Yurish ham unga og'ir bo'ladi. Hayot faoliyati butunlay izdan chiqadi. Oilasi ham bundan aziyat chekadi va bu holatni davolash juda qimmatga aylanadi. Unga har kuni hemodializ qilishga to'g'ri keladi. Hemodializdan tashqari bemor juda ko'p dorilarni ham qabul qilish kerak. Shu sababli u kundan kunga zaiflashib boradi. Agar buyrak ishlamasa, bu miya faoliyatiga ham ta'sir qiladi. Teri ustida toshmalar paydo bo'ladi, siydik chiqmaydi, tanadagi barcha zaharli moddalar ichkarida to'planadi. Bu esa butun organizm, xususan periferiya tizimlarga ham zarar yetkazadi. Ba'zi bemorlarda ko'rish qobiliyati yo'qoladi, ba'zilar hushini yo'qotadi, ayrim hollarda esa miya umuman ishlamay qoladi. Bularning hammasi buyrak transplantatsiyasi orqali oldini olish mumkin. Reabilitatsiya jarayonida doktorlar biron cheklovlar qo'ygan, misol uchun mana shunday narsa qilish kerak yoki yeyish mumkin emas va qanchalik o'zlari shularga rioya qilgansizlar. Endi baribir ba'zi narsalar qilgimiz keladi. O'zlari shu haqida bir ulashsangiz. Menga go'sht kamroq yegan degan, xamir, achchiq yana kamroq yegan degan, keyin suv ko'proq ichgan degan, suv. Bir kunda 4 litr suv ichgan degan. Shunaqa yurimiz, yashayveramiz, Allohga shukr. Endi men sizlarga buyrak ko'chiriq o'tkazilgandan keyin nimalarga e'tibor berish kerakligini tushuntirmoqchiman. Eng asosiysi, har kuni ko'p suv ichish kerak, ya'ni kuniga kamida 2 litr suv. Keyin sog'lom ovqatlanish lozim. 3-chi, har kuni yengil mashqlar bajarish, yurish kerak. 4-chi, inson band bo'lishi, faol hayot kechirish kerak. Agar bemor shifokor ko'rsatmalariga amal qilsa, har 3 oyda qon tahlillarini topshirib tursa, hammasi yaxshi bo'ladi. Agar barcha qon natijalari me'yorda bo'lsa, eng muhim narsa dorilarni har kuni o'z vaqtida ichishdir. Agar dori ichish to'xtatilsa, muammo paydo bo'ladi. Ammo dorilarni muntazam ichib tursa, yangi buyrak butun umr sog'lom ishlaydi. Umumiy shu reabilitatsiya jarayonidan keyin qanday holat bo'lgan shuni aytamiz. Og'ir narsani ko'tarib yuborman sirazi deb aytishgan. Men o'zim mebel yasab turib, bir o'zim ko'tarib qo'yganman. Sirazi o'sha paytda o'sha sudralib berdim. Anaqa berib qoldim miyaga, nadrosri berib qo'ydim. 1 yildan keyin. Keyin yo'q, hozir mana umuman o'sha rioya qildim, yaxshi. Lekin mana hozir juda muhim narsa, doktorlar aytgan, misol uchun shu mumkin cheklovlarda nima deydi, hammasini joy-joy qilib turgan holda bezovta qilmayaptimi? Yo'q, umuman bezovtalik yo'q. Xudoga shukr, yaxshi. Endi bemorning holati qanchalik xavfli bo'lganini tushuntirib bersangiz. Epilepsiya xuruji bo'lgan bemor hushini yo'qotadi. Hammasini, hatto o'zini va oilasini ham esdan chiqaradi. Ba'zan u ko'chada yurganda birdan yiqilib hushidan ketadi. Bunday paytda u o'z ismini ham esla olmaydi. Har bir xurujdan keyin miya zaiflashadi. Bemor charchaydi. Ishonchini yo'qotadi. Bu turdagi bemorlar odamlar bilan muloqot qila olmaydi, gaplashdan qo'rqadi. Ba'zan hammasini unutadi. Ba'zida siydikni ushlab tura olmaydi. Ba'zida ko'chada yiqilib tushadi. Ular har doim yonida g'amxo'rlik qiladigan odamga muhtoj bo'ladi. Ammo agar dori-darmon foyda bermayotgan bo'lsa, vaqtida jarrohlik amaliyoti qilish epilepsiya uchun eng yaxshi yechimdir. Operatsiyadan so'ng faqat dori dozasini nazorat qilish kifoya. Mana misol uchun Shamsiddin hozir u ishlayapti, farzandlari bor, oilasini boqyapti, hammasi joyida. Mana bu operatsiyadan oldingi holatlaringiz hushdan ketib qolish holatlari bo'lgan ekan, keyin bir holsiz bo'lgansiz, yurishga qiynalgan ekansiz. Shundan ketish bo'ldi. Keyin bir oylab ham uxlamadim, uyqu bo'lmadi. Bu yoqqa borildi, operatsiyadan keyin yaxshi.
уже bir oy uyqusizlik bilmadim, o'zimga o'zim tushunmadim. Juda qiyin, juda qiyin bo'ladi. Uyqu bo'lmagan. Tushunyapman. Rosa operatsiyadan oldin bir oyda 3-4 marta shu hushimdan ketardim. Hozir yaxshi. Doktor Javed Xan, iltimos, mana shu ikkita bemorimiz holati bo'yicha dunyo, O'rta Osiyo va xususan O'zbekiston haqida umumiy ma'lumot bera olasizmi? If I think this is the Fikrimcha, tibbiyotdagi eng xavfli holatlardan biri bu buyrak yetishmovchiligi. kidney failure. Agar O'zbekiston ma'lumotlariga qarasak, hozirda 20 mingdan ortiq bemor buyrak ko'chirib o'tkazish navbatida turibdi. Patients are waiting for kidney transplant in Uzbekistan. I request Shuning uchun men aholiga murojaat qilaman, avvalo to'g'ri tashxis qo'yish, gemodializni vaqtida qilish va bu orada imkon qadar donor buyragini kutish va mablag' yig'ish kerak. Agar buyrak ishlamayotgan bo'lsa, eng muhim narsa qon bosimini nazorat qilish va qonda qand miqdorini boshqarish. Chunki bu ikkisi buyrakni ishdan chiqaradigan eng asosiy omillardir. Uchinchi muhim narsa ovqatlanish va turmush tarzi. Agar inson vaqtida ovqatlansa, vaqtida uxlab, jismoniy faollikni saqlasa, qon bosimi, ovqat hazmi va qand miqdori me'yorda bo'ladi. Demak, shu 3 narsani nazorat qilsangiz, kamida buyragingizni asrab qolishingiz mumkin. Shunday qilib, jigar kasalliklarida ham shunday holat kuzatiladi. Agar epilepsiya haqida gapiradigan bo'lsak, bu ham juda keng tarqalgan kasallik. Bemorlarning 90%ni dori bilan davolash mumkin. Jarrohlik shart emas. Faqat ayrim boshqachasi bo'lmaydigan og'ir holatlarda dori bilan tutqanoqni boshqarib bo'lmasa va bemor aziyat chekayotgan bo'lsagina jarrohlik qo'llanilishi mumkin. Atigi 10% bemorda jarrohlik bilan tuziladi. Qolgan barcha bemorlarni dori bilan davolash mumkin. Agar hisoblaydigan bo'lsak, 50 milliondan ortiq insonlar epilepsiyadan aziyat chekadi. Ularning ko'pi bolalar, hattoki go'daklar. Uni nazorat qilishimiz kerak. Epilepsiyani sababi nima? Ba'zi odamlarda bosh og'rig'i, ba'zilarda tug'ma miya muammolari, ba'zilarda bosh miya jarohati. Demak, avvalo sababini aniqlashimiz kerak. Kimda kim epilepsiyaga uchragan bo'lsa, shifokor nazoratiga borish kerak. Afsuski, jamiyatimiz ko'p odamlar doktorga borishmaydi va o'zini go'yoki sog'lom qilib ko'rsatadi. Eng muhimi, epilepsiyaga vaqtida tashxis qo'yib, dori qabul qilish. Doktor Javed Xan, vaqt omili bu kabi kasalliklarda, xususan mehmonlarimiz boshdan kechirgan holatlarda qanchalik muhim va yechimni qayerdan izlash kerak? Hozirgi zamonda bu narsalarni aniqlash juda oson. Agar kimdadir epileptik tutqanoq bo'layotgan bo'lsa, eng avvalo miya MRT tekshiruvi o'tkazish kerak. Agar kimdadir buyrak bilan muammo bo'lsa, unda qon tahlili, kreatinin va mochevina ko'rsatkichlarini tekshirtirish lozim. Qon tahlilida muammo topilsa, keyingi bosqichda ultratovush yoki KT kabi tekshiruvlardan o'tish mumkin. Bugungi kunda bu kabi diagnostik markazlari dunyoning deyarli har bir yerida mavjud. Ularni topish oson. Bemor o'z hududidagi mahalliy shifokor bilan hamkorlikda ishlash kerak. Agar mahalliy shifokor kasallikni to'g'ri aniqlay olmasa, unda boshqa mamlakatga borib, davolanishni o'ylab ko'rish kerak. Agar masalan bemorda jigar sirrozi aniqlansa, operatsiya uchun vaqt qay darajada muhim? Agar bemorda jigar sirrozi bo'lsa, u holda tezda, kechiktirmasdan yaxshi shifokor va yaxshi klinikani topish kerak jigar transplantatsiyasi uchun. Bu birinchi masala. Agar bemorda buyrak yetishmovchiligi bo'lsa, masalan, Kamoliddin akaga o'xshagan, u holda shifokor ko'rsatmasiga qat'iy amal qilish kerak. Nefrologga murojaat qilish, qon tahlillari topshirish, ultratovush tekshiruvidan o'tish. O'zidan keyin shifokoringiz buyragingiz qanday ishlayotganligi haqida aniq tashxis qo'yishi mumkin.
then he has to follow the Shundan so'ng hemodialysis. bemor gemodializni qildirishi mumkin va buyrak transplantatsiyasini rejalashtirishi mumkin agar zarur bo'lsa. Biroq hamma bemorga ham transplantatsiya kerak bo'lavermaydi. Ba'zi holatlarda kasallik operatsiyasiz, faqat dori va nazorat orqali ham davolanadi. Eng muhimi, odamlar vaziyatni to'g'ri baholab, shifokorga o'z vaqtida murojaat qilishlari kerak. O'zini o'zi nazorat qilib turish kerak. Ba'zi hollarda bemor tanasida suv yig'ilishi, shish kuzatiladi. Yurak to'liq qon hayday olmaydi. Qon haydash quvvati 30% dan pasayib ketadi va siydik ajralmay qoladi. Bunday vaziyatda bemorning yagona yo'li buyrak transplantatsiyasini amalga oshirishdir. Shamsin aka, Kamol aka, so'ramoqchi bo'lganim, bizning tomoshabinlarimizga bir tavsiyalar bersangiz, shunga o'xshagan bir kasallikka duch kelgan shu bemorlar bo'lsa, qayerga uchrashi kerak? Kimga murojaat qilish kerak? Mana shunaqa epilepsiyasi bor insonlar davo izlab yurgan bo'lsanglar, mana davosi bor ekan. Men tavsiyam shu Hindistonga borib davolanish. Boshqa bu yerda hali menimcha yo'q bo'lsa kerak. Rahmat. Shu buyrak og'rig'i bo'lganlar, biza misol kasal bo'ldik, Allohning xohishi bilan yengdik. Endi shu gapiraman, men Javedni uchrashtirdik, Allohning o'zi uchrashtirdi. Xudo xolasa operatsiya bo'ldik, tuzaldik. Hindistonga borish kerak, iloji bo'lsa. Hindiston точный diagnoslarni qo'yadi, diagnoslarni yaxshi operatsiya qilib 20 minutda yurg'izib yuboradi. Rahmat. Mr. Janob Javed, also, Javed, would you mind iltimos, to share the bizning obunachilarimizga wishes to our tilaklaringizni subscribers? bildirsangiz. Albatta, men barcha o'zbekistonliklarga baxtli va sog'lom hayot tilayman. In Uzbekistan, and I must say Men aytishim kerakki, O'zbekiston xalqi juda samimiy va mehmondo'st. Shuningdek, O'zbekiston hukumatiga ham minnatdorchilik bildiraman. Bugun tibbiyot sohasida juda ko'p yangiliklar va islohotlar amalga oshirilmoqda. Yangi kasalxonalar ochilmoqda, ko'plab malakali shifokorlar mamlakatda faoliyat boshlamoqda. Shuning uchun men barcha insonlarga maslahat beraman. Agar sizda qandaydir kasallik yoki sog'liq muammosi bo'lsa, albatta shifokorga murojaat qiling. O'z sog'lig'ingizni e'tiborsiz qoldirmang. To'g'ri tashxisni aniqlang. Agar sababini aniqlay olmayotgan bo'lsangiz, men imkon qadar yordam berishga tayyorman. Rahmat kelganlaringiz uchun, o'zingiz bir qisqacha hikoya bilan ulashganingiz uchun. Hurmatli tomoshabinlar, mana bizning mehmonlarimizdan eshitgan kerakli va foydali ma'lumot olgan bo'lsangiz va eshitganingizdan mabodo kimdir tanishlaringiz muhtoj bo'lgan bo'lsa shu davosini topishga bizning bugungi podkastimizni ularga yuboring, ular ham tomosha qilsin va Davo Health ga murojaat qilsalar, biz xudo xolasa imla o'sha Hindistonga yo'naltirib kerakli o'zining kasalligi kerakli bir avvalambor birinchi ma'lumotlar, doktorlar bilan uchrashtirib tekshiruvlaringizni ularga yuboramiz. Yanada ham sizni ishingizni osonlashtirish uchun ularga tekshiruvlaringizni yuboramiz. Doktorlar ko'rib chiqqandan keyin sizlar taklif qilinasizlar Hindistonga borishga, operatsiyaga va o'zingiz kerakli muolaja olishingiz uchun. Shu borada bizning podkastimiz yakunlanmoqda. Sizlar tomoshabinlarga o'zingizni ehtiyot qiling, yilda hech bo'lmasa bir marta o'zingizni tekshirtiring, tibbiy ko'rikdan o'tib turing. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Rahmat sizlarga. Thank you. Mana birinchi podkast o'z nihoyasiga yetdi. Bemorlarimizning hikoyalarini va doktor Javedxon fikrlarini eshitdingiz. Ikkinchi podkastimiz ko'rishni tavsiya qilaman, chunki u yerdagi qahramonning boshdan kechirgan sarguzashtlari bundan ham qiziqroq bo'ladi. Obuna bo'ling va ko'rishni davom eting.